Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatda ko'mir qatilayotgan xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Qo'shko'pirda ekan. Qo'shko'pirni nereligini bilmayman. Menimcha Marks deb aytiladi o'xshaydi. Mirobod ko'chasi 7-uyga keldik. Bu xonadonimizni inshaalloh cho'yin batareyalari bor ekan. O'zinde ish cho'yin batareyalarini turbasi o'zida bor ekan. Qolgan vajlarni o'zlarimizdan olib keldik. Yine kran stillarni qo'yib, orqasini zazorlarni bir xil etib, akkuratni etib, qo'ldan kelgancha ishlatib o'tirdik. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Bu xo'jaligimizga 21.500.000 so'm pul chiqdi. Shu batareyasi bilan turbasi o'zida bor ekan, qolgan vajlari bizdan oldi. Inshaalloh mana bu xonadonimizga 9 yere batareya qo'yildi, bu 11 tochka bo'ldi. Yine atablinalarimizi o'tganni zazori yine divaldan ochiqliklari ham hammasi bir xil qo'yilgan. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rib yoqlashdan bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasanızlar. Bu yoqdan ham yana xonasi bor, bu yoqdan ham bor. Bu yerdan ham 2 batareya qo'yilgan edi. Bu yoqdan ham banisi bilan qo'hnisida 2 batareya bor edi. İnşallah bilan qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Yine kotyolumuz o'zlarimiz ishlab chiqargan teplo-shavot kotyolu 91dan 425 83 87 telefon nomerlarimiz. Yine gradusimiz ham hozir 70 gradusda turibdi. Kotyolumuz ham. Sizlarga bir ochib ko'rsatsak endi. Yine kotyolumuzu yanıp duran jarayonu yine. Şunu bilen bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakunini yetdi. Kimga shuning bir atapini xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.